Assalomu alaykum. Motosikl ishqibozlari. Mana bugun shu mototsiklimizni sotadigan bo'lib qoldik, pul zaril bo'lib. Hamma jihozlar, qulayliklar qilingan. Xudo xohlasa, mototsikl minishga tayyor. Mana bunaqa noshkalari bor, tayyor qilingan. Oyoqqa juda qulaylik yaratib beradi bu. Minadiganlar, havaskorlar juda yaxshi tushunadi bu narsani. Tak, mototsiklga keladigan bo'lsak, signallar, mashinaning Malibu'ning signallari qo'yilgan, pavorotniklar yaxshisidan qo'yilgan, ishlaydi pavorotlar, fara, danli, blejniy ishlaydi, bir tepkiga yonadi mototsikl. Tak, kraskalari konkretniy qilib sepilgan, xudo xolasa, benzin oqib ketganda yuvorib nimalar bo'lmaydi, xudo xolasa yaltirab, yuvsangiz ham tiniq turadi mototsikl. Ishga, ko'chaga, chamcha kalta-kultaga minsa bo'ladigan, bu o'zimizga deb tayyorlagan mototsiklimiz edi. Prosta pul zaril bo'lib qolib sotyapmiz. Tak. Hozir buni endi yondirib ko'rsataman. Xudo xohlasa, motor muzlab yotibdi bu yerda. Hech qanaqa tayyorlanmagan. Ko'raverasiz, bir tepkiga yonadi inshaalloh. Endi yolg'on bo'lib qolmasin, 1-2 tepkida yonadi. Aslonoy boshqa ishlarga qaraganda yurishi hamma yog'i joyidan, motor ochib, hamma yog'i zapchaslari, kerakliklari almashtirilib, yaxshisidan qo'yilgan. Balonlari yangi balon. Balonlarning tishini holati yaxshi mana. Xudo xolasa bir sezonga bemalol 2-3 sezonga agar yaxshi minsiz kerak bo'lsa ketadi. Endi buni tushunadi bu yaqini. Tak, mototsiklni yondirib ko'rsatay sizlarga. Kalitni qo'shamiz. Bismillah. Mana. Pavorotnik. Pavorotlarimiz. Yonishlari juda tiniq, ideal. Bu faramiz. Bu blejniyda turibdi hozir. Bu dalniy bo'ldi mana. Mana bu yerdan kontrol qilinadi mana hozir. Blejniysi, dalniysi. Narxiga keladigan bo'lsak, akajonlarim, xudo xolasa, mototsikl 7,5 million so'm narx aytilyapti. Inshaalloh savdosi bor. 3-4 so'm o'tib beriladigan joyi bor. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Faqat oladigan odamlar iltimos yozsin. Pul zaril bo'lyapti. Yaxshiroq mototsikl ko'rib qo'yganimizga, sportivniy sport bayk ko'rib qo'yganimizga buni sotib, xudo xolasa shuni olmoqchi bo'lyapmiz. Shu maqsadda sotilyapti. Atak hech qanaqa chiqib aybi yo'q. Inshaalloh mototsikl minishga tayyor, uyaltirmaydi. Har qanday holatda minishiga, mototsiklga tushunadigan, konkretniy misol bo'ladigan odam misol sotib olsa, mototsiklga javob. Har qanday holatda mototsikl zo'r, ideal. Faqat minishni biladigan odam olsa, garantiya ham beramiz kerak bo'lsa. Qolgan joyidan hech qanaqa kamchiligi yo'q. Aloqaga chiqaverasizlar akalar, imkon qadar tezroq. Pul zaril bo'lyapti hozir bizga. O'zimizdan ham 1-2 ta so'raganlar bor. Nasib qilsa kimga sotilsa sotildi. 7,5 million so'm bahosi. 7,5 million so'm o'tib beriladigan joyi bor, xudo xohlasa.